Onyx mashinasi zavoddan qattiq chiqqanmi? Arqanda turgan mashinani Andijondan haydab kelishdi. Atiga 11 000 kilometr yuribdi. Deyarli yangi-ku. Mashinani ustaxonaga kirishiga nima sabab? Mijoz norozi, yamalarni bilintiryapti, zirillagan, tirsillagan ovozlar bor deyishyapti. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda yumshatamiz. Nima detallar qo'yaman, bunga qancha xizmat qilamiz, nech pulga qilamiz, hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Videoni bemalol o'rindiqqa joylashib olib, mazza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Emotsionalni chiroyli video qilamiz. Men bugundan boshlab YouTube platformasiga videolar olishni boshladim. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ysangiz, albatta obuna bo'lishni ham unutmang. Bizga motivatsiya bo'ladi. Bundan keyin emotsionalni eng zo'r videolarni joylab boraman. Jonlaring sog' bo'lsin. Biz boshladik do'stlar. Ham qiynab oladi. Instagram profilim bor, 62 000 obunachi bor. Bunda YouTube'ga birinchi marta chiqishim. Shuning uchun ozgina hayajon bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor bermaysizlar. Men tez gapirib o'rganib qolganman-da. Instagramda 1,5 minutga tiqishimizga to'g'ri kelgan videolarni. Endi hozir YouTube'da erkinroq so'zlashim kerak. Emotsiyani ham biruvlar ko'rsatib ketishim kerak. Jonlaring sog' bo'lsin. Birinchi oldidan boshlaymiz. Oldiga ikkita Cobalt'ni richak podushkasini qo'yamiz. Salni blok deydi, ko'rsalaring bo'ladi. Cobalt'niki. Xo'p, bunga Mercedes qo'yapti kimdirlar, Honda ham qo'yishyapti. Eng yaxshisi Cobalt deb o'ylayman. Chunki Koreyadan keladi-da. Men hech ham ishonmayman Mercedesning salni bloklari Germaniyadan kelishiga. Lekin Mercedes ham qo'yib ko'rganman. Mercedes sal yumshoqroqda, jiddiy o'ta yumshoqlik ham bo'lmaydi. Turbina, kuchli motor, tez yuradi, tezdan chiqib ketaman deydi. Shunga yarasha hadovoy sistemasi talabga javob berish kerak. O'ta ham bo'shashib ketishi mumkin emas. Orqasida cho'lok vtulkani nimaga plastmas qilib chiqarganini zavod, nimaga biz aynan Nexia 3 quyma rezinkani moslab turganimiz ham biruvlar aytib o'tib ketaman. Video davomida. Bunaqa murakkab joyi yo'q Onyxlarda. Nisbatan ancha sodda ishlagan. Xo'p. Mana birinchi richagimiz chiqdi do'stlar. O'zini salni bloklari butun. Yaxshi, lekin nisbatan og'irligida farqi bor-da, yengil. Cobalt bilasizlar, baquvvat chiqqan-ku. Mana hozir ikkovini ham salni blogini Cobalt'kini moslab yo'nib qo'yilgan to'qirda. Mana shuni bosib olamiz hozir. Ko'pchilik Onyx yaxshi mashina emas deydi-da, rasxod ko'p deydi. Bitta narsani sirda ochaman sizlarga. Bular yangi mashinada, yangi mashinada ishlash oson. Olmayman, mashina rasxod ko'paygan degan gaplarga aldanmanglar, ishonmanglar. Har qanday avtomobilda ham o'zingizga moslash bo'ladi-da. Bu mashinani ham xohlasangiz shundagicha minib yursangiz bo'laveradi. Hech qanaqangi sizga hech narsa xalaqit bermaydi. Shunchaki komfort xohlaganlar uchun bu ishlarni qilamiz-da. Shunaqa gaplar. Xo'p, urib olamiz endi sharoitda. Instagram boshlaganimga rosa 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin qarasam, mana shu narsani qilish kerak ekan. Yolg'on ishlatmaslikka harakat qildim. Odamlarni vaqtini bekor o'g'irlamaslikka harakat qildim. Lekin qo'limdan kelgancha. Mana ikkinchi richak ham chiqdi. Endi buni hozir ikkovi richak salni bloklarini olib tashlaymizda, Cobalt'kini qoqamiz do'stlar. Hozir bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Rezinkani ikki tomoni ochiq, mana ikki tomoni yopiq. Mana shu yopiq tomoni aynan konfetkasiga to'g'ri kelish kerak edi. Ochiq tomoni sharovoyga qarabroq turishi kerak. Ko'pchilik buni ahamiyati yo'q deydi, qoqib tashlaydi. Bu ahamiyati juda ham katta. Ana shu yumshoqlikqa ta'siri bor, chuqurlarda, yamalarda yutishiga. Shuning uchun yana xuddi shunga o'xshatib, deyarli xuddi shuna qilib qoqamiz joy-joyiga. Eskisini e'tibor bersalaring, alyumindan bo'ladi-da, alyumin bilan rezinkadan bo'ladi. Bu temir bo'ladi, sal og'irroq. Vaznida farqi juda ham katta, sezilarli darajada desak bo'laveradi. Shuning uchun buni olib tashlayapmiz-da. Bo'lmasam zavoddan hamma narsani hisobini oladi.
mashina yaxshi. Sal komfortli bo'lishi uchun mana shuni olib tashlayapmiz. To'g'risi, buni tozalash shart emas o'zi aslida. Internet uchun men bunaqangi tozalash ishlarini qilmayman o'zi. Qiladigan meni bir ishimning qismida bu. Shu tozalaganim uchun ham ko'pchilik keladi. Bu darrov yana rasvo bo'ladi. Qo'yim turpa, lo'ylar yopishadi. Lekin ustani ishlagani bilinishi kerak-da, shuning uchun tozalab yuboraman. Chiroyli bo'lib qoladi-da, ustani ishlagani bilinadi. Moddalari. Bunga kraska sepish shart emas-da, o'zi zavodning kraskasi juda ham uzoq vaqt xizmat qiladigan bo'ladi temirga. Hozir qoqib mana tayyor qilib qo'ydik. Joyiga yig'amiz endi, xudo xolasa. Qaranglar, qana chiroyli bo'lib qoladi-da. Instagramga shunaqa qilib qo'yganimda ancha-muncha odam kelgan. Meni ham hadoyimni shunaqa qilib bering. Shunaqa chiroyli qilib bering. Xudo xolasa orzularim bor, nima deydi? Chiroyli mana shunaqangi mashinani hadoy qilib turganda birovlar tagini ham ximchiska deydimi, o'shanaqa qilib birovlar yuvib ketadigan servis qilaman degan niyatim bor kelajakda, xudo xolasa. Hozircha mana shu qo'limizdan kelgani chiroyli qilib qarang, qanaqa go'zal bo'lib qoldi. Endi buni joyiga o'rnatamiz. Oldida ishimiz tugaydi, boshqa ish qilmaymiz oldida. Nimaga o'zgartiryapmiz o'zi? Qanaqa effekt beradi? Shuning uchun to'liq gapirib ketish uchun maqsad video qilamiz-da. YouTube'ga video olishdan maqsad shu. Mashina suzmaydimi, bu rezinkalarni o'zgartirsangiz desangiz, suzmaydi, xudo xolasa. Yurishi zo'r. O'zgartirmagan Onyxlar ham mashina suzyapti deb e'tiroz bildirishadi. Nima qilsa bo'ladi? Mashinani tashlayapti deyshadi-da. Demak, o'zgartirganingizdan oldin ham bormi bu narsa? Kerak ekan deyman-da. Kobeltikini shu betini o'zi yo'nib qo'yilsa, mana shu teshigiga tushadigan qilib, qolgan joy birga bir tushaveradi-da. Mana qaranglar, shu teshiklarni ham o'zini holatiga keltirib, chiroyli qilib qoqib qo'ydik buni. Joy-joyiga, akkuratniy qilib. Instagramni birinchi boshlaganimda juda ko'pchilik ustimdan kulgan. Yo'q. Mana shunchalik odamlar hurmat qilib ko'rib, oldimizga kelishni boshladi. Bir odamlar rozi bo'lishni boshladi. Ana shu bizga motivatsiya beradi-da. Shu bizga ilhom beradi. Hozir ustimizdan kulganlarni o'zi harakat qilyapti. Instagram, YouTube yurg'izishga. Ko'rinyapti-da, bilinyapti. Ana endi qo'lni bitta tortib tekshiramiz. Trekker bilan Onyxni o'xshash, bir xil. Oldi stulkalar bir xil razmeri. Arqa cho'loq stulkasida farqi bor. Hozir arqaga o'tganimizda uni ham aytib tushuntirib o'tib ketaman. Bu videoni faqat Onyxchilar emas, trekker minadiganlar ham ko'rsa bo'laveradi. Albatta manfaatli bo'ladi. Chunki ishlashimiz bir xil ikkovida ham. Bir xil narsa qo'yamiz, bir xil detal qo'yamiz, bir xil yumshatamiz ikkovini ham. Har ikkisida qattiqlik bor. Endi bu Yevropa standartlariga javob beradigan mashinada. Shuning uchun Yevropada bilasizlar, yo'llar qanaqangi ravon. Biz yo'llarimizda ozgina emas, yaxshigina yamalar bisyor. Shuning uchun majbur bo'lyapmiz-da mana shu ishlar qilishga. Ana sharoitlarimiz ham qotdi inshaalloh. Chotki. Mana oldida ishimiz tugadi do'stlar. Mana shu ikkita detalni o'zi bilan oldi yumshadi. Endi navbat arqaga. Hozir men oldi balonlarni ham qo'yib qo'yaman, ha? İşte yakunini berib qo'yaylik. Xo'p. To'g'risi mashinani egasini ham emotsiyasini, fikrini bilmoqchi edim. Akam ham tushunmayman dedilar. Endi o'zimiz yakunlab qo'yamiz videoni. Lekin bir kuni Xudo xolasa, albatta mijozlar ham chiqadi, o'zi talabgorlar chiqib qoladi-yu. Men chiqib gapiraveraman deydiganlar. O'shanaqa insonlardan intervyu qilamiz, Xudo xolasa.
qo'limdagi bu pistolet haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Ko'pchilik aytadi, pistolet boltlar o'ldirib qo'yadi deydi. Bu me'yori bor, o'zi qotirishda yo'llari bor. To'g'ri qotirsangiz qo'lingiz sezadigan ketadi. To'g'ri shogirdlarga bersangiz shunaqa qilib qo'yish mumkin. Lekin shogirdlarga обязательно aytamanki, to'g'ri ishlatgan pistoletda qo'lingiz sezadigan bo'lsin deyman. Qo'lda qotirsangiz ham, bunda ishlatsangiz ham albatta qo'lingizga sezilishi kerak-da. Ana oldida ishimiz va nihoyat tugadi. Endi orqaga o'tamiz. Cobalt'da amortizatorni usiliy variantda Onyx ga moslab qo'yilgan. Mana shuni qo'yamiz. Orqaga cho'loq vtulkani qoqamiz. Arqa amortizatori moyam oqizishni boshlagan ekan, e'tibor bersalaring, moy chiqarishni boshlabdi. Qorayib yotibdi-da mana o'zi, mana. Mana ko'rdilaringmi? Mana. O'zi yaxshi emas-da, juda ham yumshoq chiqqan, nimagadir juda ham bo'sh chiqqan amortizatorlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketay. Ko'pchilik balon almashtirib turganda Tracker Onyx haydaydiganlar balonda bo'yi balandini qo'yishadi, yumshoqroq bo'lishi uchun. Bu narsa ichki podkreniylarga, zashnilarga tip oladi, g'ittillagan ovozda chiqadi. Gamalarga tushganda orqaga 2 ta 3 ta odam o'tirganda. Shuning uchun balonni qo'yib turganda iloji bo'lsa, yaxshilab bamaslahat qilib, maslahatlashib keyin qo'yinglar. Agar mabodo siz balon qo'yib bo'lgan bo'lsangiz, tegib turgan bo'lsa, unda haligi bitta sizlarga yengil aytib o'tib ketaman. Bitta fenda qizdirib yuboriladi, sal shaklini o'zgartirib olish. Ichkaridagi mana bu podkreniylarda, zashnilarda plastmassadan joyi o'zgartirib yuboriladi. Ozgina qizdirib turib. O'shanda sal tegmaydigan bo'lib qoladi. Lekin ba'zan taqqallab turgan holatlar bo'lib qolyapti. U gulishtir cho'loqqa kelib urilyapti. Mana shuni ham hisobga olib qo'yish kerak. Gulishtirni ozgina, hamma Onyxlarda emas, lekin ba'zilarida mana shu gulishtirni ozgina mana unisini plankasini ichi bukib qo'yiladi. Unda keyin tegmaydigan bo'lib qoladi. Shu bo'sh bo'ladi-da mana bu. Mana bu. Shunaqa gaplar. Hozir biz endi cho'loqni vaqa yechib olamiz do'stlar. Turgan joyda qoqsa ham bo'ladi, cho'loq vtulkani. Qanaqa qilib? Tormozni обязательно uzish kerak. Mana bu tormoz shlenlarga osiltirgan vaqtingizda nagruzka kelmaslik kerak. Agar nagruz kelsa, ertadan keyin shlenlar xudo ko'rsatmasin, yorilib ketish ehtimoli ham bo'ladi-da. O'shaning uchun yaxshisi cho'loqni pastga tushirib, bemalol pressda chiroyli qilib qoqqanga nima etsin. To'g'ri, ustani ozgina vaqt ketadi, ish puxtaroq bo'ladi. Xullas, orqani boshladi endi bag'iga. Ozgina pastlatib olamiz mashinani. Chunki tormozni uzib olishim kerak. Ana o'zimizga qulay qilib oldik. Tormoz shlenini qisib olamiz. Tormoz degan narsa eng muhim narsa-yu avtomobilda. Shuning uchun tormoz shlenlarga nagruzka bermasdan akkuratni ishlash kerak. Ertaga tormozga bir narsa bo'lsa, insonning hayoti birinchi navbatda turadi-da. Eng muhim narsa-da bu ishni ko'rsatish. Hayotda boshqacha, Instagramda boshqacha bo'lishni o'zimiz ham yoqtirmaymiz. Baribir qachondir bilinib qoladi hamma narsa. Akamga ham respekt oma, Andijondan irimay kelganlariga, shatga Qo'qongacha. Hop, mana tormoz bilan qo'l tormozni uzib oldik. 21 liklarni bo'shatib olamiz. Eng muhim pallalarga yetib kelyapmiz, xudo xohlasa. YouTube'da men bitta narsasini yaxshi ko'rdim. Bunda odam ikkiizlamachi bo'lishi juda qiyin. Tabiiy hamma narsa bemalol choyxonada o'tirganda o'tirib va gapirib olsa bo'laveradi. Hammasini ko'rsatib borish kerak-da, to'g'rimi? Instagramda bidir-bidir qilib sayrab, ma'lumotni to'liq yetkazish juda ham qiyin. 1,5 minutga sig'dirish qiyin hamma ma'lumotni. Keyin e'tirozlar bo'laveradi. Undan keyin negativlar ko'payaveradi. Siz to'liq gap ma'lumot bermaganingizdan keyin albatta ko'payadi negativ, to'g'rimi? Hali sizlarga xudo xolasa motor yig'ish jarayoni, korobka tushirish, orqa sanliklar, umuman boshqa ishlarni
hammasini ko'rsatib boraman, xudo xohlasa. Bismillah. Hoppa. Yor ketdi Andijonga. O, talantam bor-da. Ozmos, ovozi yo'q lekin. Operatorimiz ruxsat berdi aka, bemalol. Xolasiz qo'shiq kuylang, xolasiz she'r ayting dedi. Bo'ldi dedim. Shunaqa qildim. Tag'in ham rivojlanish katta bo'ldi. Biz shogird bo'lgan vaqtda, aytib o'tib men shogird bo'lgan vaqtimga ro'ppar rostida 22 yil bo'ladi. Bir oydan keyin 2004-yilda bahor oyini shu oxirlarida shogird tushganman. Mana 2026-yil hozir. 22 yil bo'libdi. O, mendan ikkita podiyom narxida ishlab turgan. Men bilan teng-teng ishlab turgan usta tug'ilgan yil ekan. 2004-yil tug'ilgan. Zo'ra hamkasbimiz hozir. Biz ko'pchilik prujinani olib tashlab boshqa qo'yib yuboryapti. Boshqa qo'ymaylar prujinani iloji bo'lsa. Mana shu detallarni almashtirsa bo'ldi. To'g'risida do'stlar. O'zi hisobini olgan prujinalarni. Xo'p, endi men yordamga bir kishini chaqiraman. Menga cho'lakda sug'urishib yuboradi. Hoppa! O'ziniki mana plastmasdan iborat. Rezinkasi ham bor, lekin ko'p joyi plastmas. Xo'p, zavod buni plastmas nimaga qo'yib plastmas qiladi? Chunki mashinada vibrasiya kamroq bo'lishi uchun, zirillatish kamroq bo'lishi uchun qo'yadi. Endi bu bizni yo'llarga qattiqlik qilyapti. Shuning uchun hozir buni olib tashlab, quyma rezinkali Nexia 3 moslanganini qo'yamiz. Amortizatorlarimiz xudo xohlasa idealniy. Ikkinchisi ham. Ana. Mana shu plastmassa mana. Ko'rdilaringmi? Mana. Ana endi yopishdi. Mashitmi? Maytmi? Ana. Amortizator o'zini holatini. O'ta ham bo'sh. Endi hozir buni o'zini amortizatori bilan qo'ymaymiz-da. Rezinkaga o'tgandan keyin sal plotniyroq bo'lishi kerak. Hozirda o'zida mana moy chiqarish boshlagan-ku, mana yaqinroq ko'rsalar ham bo'ladi. Atigi 11 ming yurgan mashinada shu holat mana. Oqizib yuborgan. Yumshatib olamiz. Bunisini yumshatib qo'yib, ikkinchisini ham yechib olamiz endi. O'ta ham bo'sh. Aytib ketaman, bu narsa juda ham foydali, zangni ko'chiradi, yumshatadi, ancha foydali narsa. Ustalarga ishlatishga maslahat beraman. Mana shu tepadagi qalpog'ini o'zinikini olib olamiz. Chunki mana shunga qotadi-da, ikkita teshigi bor, qotadigan. Birga bir tushaveradi-da, birga bir. Mana bu narsa budar qaytaradigan. Shuni haqida ham ma'lumot berib o'tdik. Mashina qattiq yamaga tushganda amortizator kelib turib, tagiga bu bo'lmasa shunday urib qo'yadi tagiga. Taqtib tagiga sindirib yuboradi porshlar. O'shaning uchun mana shu udar qaytaradigan rezinkani qo'yib yuboradi zavod. Mana shuni olib o'tib yuboramiz. Mana endi ko'ringlar amortizatorni mana. Amortizator yaxshi ushamaydi o'ziniki. Mana. Bunisini ham olamiz. Ikkinchisini ham. Ana. Ikkala amortizatorni olib tashlaymiz. Bunaqa amortizatorlar juda ham ko'p. Buni даже amortizatorchilar ham olmaydi-da, nimagadir. Pergachka qilib beraman dedi, lekin sotib olmaydi. Hamma chiqarib tashlaydi-da, yangi mashinalardan ham chiqarib tashlayapmiz. Ba'zilar yangi selefani bilan masla Tracker Onyx'lar olib kelishadi. Amortizatorlarni olib tashlaymiz. Cobalt to'silini amortizatorini qo'yamiz buni, xudo xolasa. Mana birga bir tushaveradi bu. Mana. Endi buni bitta o'zimizni uslubda ozgina ishlov berib yuboramiz bunga. Bilinib turadi-da, qilgan mehnatimiz. Mana. Bizi ko'p vaqtimiz ketmaydi. Ba'zan shogirdlarga beraman. Shogirdlar tozalab tayyor qilib beradi. Erinmaylar deyman shogirdlarga ham. Ha, aytgancha yaxshi hunar o'rganaman deydigan
Yigitlar bo'lsa, o'ziga ishongan, halol, Xudodan qo'rqadigan, birovning haqqidan qo'rqadigan, hunarni egallayman deydiganlar bo'lsa, olaman. O'rganib qo'yish kerak. Yoshlarga maslahatim, o'rganinglar hunar. Sababi sun'iy intellekt juda jadallik bilan rivojlanib ketyapti. Hademay hamma ishlar, hattoki futbol sharhlashda ham sun'iy intellektga qo'yib yuborishadi deb o'ylayman-da men. Juda ko'p narsani sun'iy intellekt egallab ketadi. Shuning uchun imkon borida hunar o'rganib qo'yaveringlar. Boshqa biznes qilsalaring ham, lekin kelajakda hech kimga sen boy bo'lib yashaysan, sen zo'r pul topasan deb kafolatlanmagan. Yigit kishini boshida har xil sinovlar bo'ladi. Ana shu sinovlarga yigit kishi tayyor turishi kerak. O'sha paytda qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, kam bo'lmaysiz. Mana tayyor. Xudo xolasa. Bittasi. Endi ikkinchisi. Nechta mashina kelsa bir kunda hammasiga xizmat ko'rsatadigan servis yaratmoqchiman inshaalloh. Endi buni joyiga yig'amiz amortizatorda. Tayyor, endi mashinani ko'tarib, arqa balkani, ya'ni cho'lokni joyiga tiqamiz. Ana ustiga qo'yib olib tursak, men boltlarni olib beraman. Ushlab tursiz, men boltlarni olib beraman. Hop. Men tomon tushdi. Ana, bo'ldi. Jiddiy masala, eng muhim palla bu cho'lokni osilgan holatda qotirib qo'ymaslik kerak. Chunki mashina pastga tushgandan keyin qanaqa holatda turadi? Aynan o'sha holatga moslab turib, keyin qotiriladi. Ana shu holatga. Ana, bo'ldi. Mana shu holatda qotirib olishimiz kerak. Chunki aynan shunday holatda turadi cho'lok. Tagiga olib borib oldik. Video manfaatli, foydali bo'lyaptimi? Haligi zerikib qolmayapsizlarmi do'stlar? Qayta zerikarli chiqqan bo'lsa, aytinglar uni ham. Chunki men bilib olishim kerak, bu birinchi video, YouTube'ga joylab turgan birinchi videoyim. Shuning uchun qayta zerikarli chiqdi, qayta sizlarga qoniqarli bo'lmadi deb shuni ham aytib o'tkazsalaring, men o'zim uchun bilib olaman. Keyingi videolarda iloji boricha o'sha xatoni takrorlamaslikka harakat qilaman. Aynan mana shu holatda arqa cho'loklarimizni tortib olamiz. Razmerlar joy-joyida keldi hammasi. Yaxshi qotirish kerak. Bo'lmasa noxush ovozlar chiqib qoladi. Ko'pchilik buni osiltirgan holatda tortadi-da. O'shanda keyin joyiga kelgandan keyin cho'lok mashina tushgandan keyin tortishib qoladi. G'ichillagan ovoz chiqadi. Keyin rizika ham, vtulka ham ko'pga bormaydi. Yirtilib ketadi. Har bitta detalini, har bitta bolt samarasini joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana ko'rdinglarmi, o'zini holatida ham qanaqa turibdi buni. Mana, qaranglar, qanaqa turibdi buni. Ko'rdinglarmi? Agar osilgan holatda qotirib qo'ysak, unda bo'lmas-da. Mana. Ko'rasizlarmi? Mana. Bu nima degani? Bu degani mashina yumshadi degani, do'stlar. Mana elastikni ko'ryapsizlarmi, cho'zilishdi. Mana shu qilayotgan ishlarimiz aynan mana shu uchun. Avtomobilda yurganda ozgina bo'lsa ham yumshoqlik berish uchun. Mashina o'zi bilinib turibdi-da, yangiligi qarang. Ayab minilgani shunday bilinib turibdi mashina. Qandayki, haligi har qanaqa yo'llarga haydamagani haydovchini oydek, kundek ravshan. Yangi mashinani dalaga haydamaydi, to'g'rimi? Yoki
tog'li yo'llarga minmaydi. Endi to'g'ri temir, ayab u bo'lmas u, lekin temirga ham mehr berib, uni sal ehtiyotlasangiz, ko'proq yuradi. Xuddi oyoq kiyimga o'xshaydi. Pala-parcha kiysangiz, oyoq kiyim ham, umuman kiyim-kechak ham ko'pga bormaganda, ozgina bo'lsa ham sal mehrni berib, unga to'g'ri muomalada bo'linsa avtomobilga. Qarang, voy, yaltirab. Ana, endi rezinkalarni joy-joyiga, o'zini o'rniga qo'yamiz. Amortizatorni o'zini joyiga qo'yamiz. Birga bir chetda kobultiki. Xo'p, amortizatorlarni joy-joyiga tortib olamiz. Bizdan keyin inshaalloh hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Trosni joyiga tiqdik. Endi ABS'da datchigi. Tormoz. Xo'p, tormoz masalasi. Trubkani avval bilasizlar, tormozniki qo'lda tortib olinadi. Mana endi buni uni qo'yib yuboramiz. O'zi samatok havosi chiqib ketishi kerak. Bu yerdan samatok havosi mana chiqib ketadi-da. Buni shart emas-ki, buni tormozini kachka qilib havosini chiqarish. Avtomatik o'zi qotirish jarayonimiz o'zida ozgina jitkis chiqib, o'zini holatida ozgina oqib chiqishiga qarshilik bildirmaymiz. Xudo xohlasa bitta qarab qo'yamiz. Hamma joyi joy-joyidaligi amin bo'lganimizdan keyin balon joyiga qo'yib yuboramiz. Yana bir bor aytib ketaman, aka, mashinaning egasi erinmasdan Andijondan kelishgan. Instagramdan ko'rib kelishgandir. Detallar o'z o'rniga qo'yiladi, hattoki kichkinagina stoperlarigacha. Birinchi yana bu tomonda ham ABS datchik ulab olamiz. Bu video ustalarga ham, yangi shogird ustalarga manfaatli bo'lib qoladi inshaalloh. Chunki ish jarayonini faolni ko'rsatdik. Qanaqa qilib qoqish batafsil ko'rsatdik deb o'ylayman inshaalloh. Inshaalloh ikkinchi tomoni ham tayyor do'stlar. Bismillah. Tayyor. Ha, jindi oshiqcha ekan. Xudo xohlasa mana mashinamiz tayyor bo'ldi. Buni tekshirgan chiqdik. Qorong'i ham tushib qoldi ozgina. Aybga buyurmaysizlar. Endi tezlikka emas, iloji boricha sifatga ish qilamiz. Lejeshi Palisiyskidan o'tyapmiz do'stlar, sinamiz. Mashinani o'tishini beztormiz. O'tishiga gap yo'q, xudo xohlasa. Yumshoqligi yetarli darajada. Endi mijozni fikrini bilamiz. Bitta bilinadi, haydovchiga bilinadi aka. Bu anda Palisiyskiy bor aka, Lejeshi Palisiyskiy. To'g'ri sekin yuraylik. O'sha mahallani boshida bitta Palisiyskiy bo'lib, o'taylik shu yerda. Qaytishda yana bitta o'tamiz. Fikringizni aytasiz aka, o'zgarish bo'lib necha foiz taxminan sizni nazdingizda necha foiz o'zgardi aka? Ishda Lejeshi Palisiyskiy bor aka. Nima deydi aka? O'zgargani? Qanchalik, necha foiz siz taxminingizcha aka, necha foiz o'zgardi deb o'ylaysiz aka? 70%. 60-70% o'zgardi. Lekin menga oldin amortizatoriz ham yoqmayapti. Yurib tursiz, oldin amortizatoriz ham yumshoq qilib beraman, usilinni qilib aka. Inshaalloh, ha. Lekin hozir ham yomon emas aka. Holati, ha, yaxshi. O'zgargan aka. Siz mana qo'shnimasiz, akammasiz mana, ha aka. Qanday tanishimasiz. Prost mana odamlar ko'radi, shaffof bo'lishi uchun sizni fikringizni biladimmi? Siz mana tem bo'la Andijondansiz aka. Lekin bular o'zgargan bilmayapti endi. O'zgargan bilgan uchun o'zgargan. Ha, aytyapsiz. Gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin. O'zim bunaqa joylardan tormoz bosib o'tasiz albatta. Mana hozir albatta. Mana. Lekin masala o'tib ko'ryapman shu. Bilmaysan o'zim. Ha. Aka, yo'l bosib keldingiz, masofa. Rozimisiz? Pulni qo'ying aka, pul. Yo'l bosib kelgan masofaga roziman. Arziydiman aka? Shunga yarasha. Rezultat shunga yarasha, aka. Gap yo'q aka, men xursand bo'ldim. Sizni fikringiz aka biz uchun qiziq. Chunki sizlardan
analizini qilamiz, sizlar orqali qilamiz aka biz. O'zimiz ustimizda yana ham ishlashimiz kerak, ko'proq qanaqadir yangiliklar kiritishimiz uchun, biz yana ham harakat qilishimiz uchun sizlarning fikrlaring juda ham muhim. Birinchi o'rinda servis muomala yaxshi deymiz. Muomala maqulmi aka? Birinchi o'rinda Shu muomala aka. ikkinchi o'rinda kerak. Ko'ryapsiz aka, majlislar o'tkazyapmiz. Haligi rozi bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi aka. Rozi bo'lgan bo'lajagini ushlab kelgandan keyin rahmat aytamiz inshaalloh. Xudo xolasa aka. Do'stlar, mashina tayyor bo'ldi. Akamiz ishlarini bitirib berdik. Mabodo kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Albatta ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Manzilimiz, yana aytib o'tib, Qo'qon shahrida telefon raqamlarimizni beramiz. Keladiganlarga Telegramdan lokatsiya tashlab beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin. Kuzatganlaringga, ketkizgan vaqtlaringga albatta rozi bo'linglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin.